Assalomu alaykum ustakalar, yaxshimisizlar? Bu ustalarga normalniy ish bor. Obyekt ham normalniy, ishlar ham zo'r, narxlari ham zo'r, kelishtirilgan narxlarda. Narxlar bilan tanishtirib o'taman hozir. Avval degan joyda, hozirgi joyimiz avvaldamiz. Obyektimiz katta joy. Hozirlarga obyektni ko'rsatamiz, manzaralari qanaqa, nima qilish kerak, qayerda qanaqa ish borligini hozir aytib o'taman. Obyektimiz dalaning ichida joylashgan, bog'lar bor atrofda. Birinchi atrofni ko'rsataman, o'tgan qurilish bo'lyapti. Mana bog'lar dalaning ichida qasr bor. Ko'rsalaring mana. Darmanni hozir ichlarini ko'rsataman. Darmanni ishi bor. Tashqarida fasadda ham ish bor, ichkarida ham ish bor. Atakan qo'lidan keladigan, ishiga javob beradigan ustalarga tegishli. Qo'limdan keladi, javob qilaman desa telefon qilinglar, nomer qoldiraman. Xo'p, tashqarida qiladigan ishimiz bitta travertin bo'ladi. Palasa, manasa, g'ish-pish hech narsa chizilmaydi. Prosta tak bir sloy urib, ikkinchi sloygini urib, polirovkali travertin bo'ladi bu. Sokil, kafelchi ustalarimizga sokil bor. Aynalasiga bilmayman bir 200 metr chiqsa kerak, aynalarasiga sokil bosish kerak, sokil qilish kerak, zinalarga kafel bosish kerak, betlarga ham kafel bosish kerak. Agar qo'lidan normalniy ish keladigan bo'lsa, normalniy obyekt ham bor. Sizlarga narxlarini tanishtirib o'tib ketay bir maketin. Xo'p, travertin bor. Polirovkali 70 mingdan mahsulotini olib beradi. Hamma yo'g'ini qilib beradi. Polirovka qilib, chiroyli qilib, fasonini chiqarasiz, 2-3 ta fasonni mashakka chizasiz, qilasiz, yoqqanini qilib berasiz. Kafel 120 mingdan metri, sokil qilishlari, polovoyi 100 ming so'mdan bosib berishi. Kafellar hamma yo'q olib kelib qo'yilgan. Xo'p, tashqarini bayt qumsog'ini qo'qonli bolalar qilishyapti. Tegalari bilan tegalarini rushni quyib chiqishyapti. Yoniga qilinayotgan tegalarni metrini 130 ming so'mdan qilishyapti, qaranglar. Normalniy summa. Bir kunda mashinani tugatishyapti, ikkita odam ishlayapti. Tegalar o'zlari qangalatib tashlashyapti orqarog'i. Xo'p, baytda ham ponni qumsog'ini qilishadi, tegalarni qo'yishadi. Xo'p, tashqariga addelchi ustalarga addelgani ham qo'limdan keladi deydiganlar maniki rodbin sovuq bo'ladi. Faqat setga tashab turib, chiroyli qilib nolga tortish kerak. Keyin ustidan travertin bo'ladi. Baytlari sokil bo'ladi, kafel bo'ladi. O'rchatkalar ham bosilishi mumkin. Bu tarafi ham bor. Endi ichkarini ko'rsataman, ichkarida ishlar bilan tanishtiraman. Narx-navosini aytib ketaman. Xo'p, qo'lidan normalniy ish keladigan ustakalar, yakka o'zi ishlaydigan ustakalarga bizga sherik kerak. Sherik bo'lib birga ishlashimiz mumkin. Betni ponni ko'rayotgan joylarini rangga tayyorlab qo'yganmiz. Hamma yo'q bitgan pashti, bir sloy shpakilovkamiz qolgan, o'shani bitkizib olsak, ponni rangga tushib ketamiz. Bir sloy shpakilovkamiz qoldi. Mana ob'yom. Normalniy ob'yom bor. Bu ikki ichkari addelka ishiga sherik usta kerak. Agar qo'lidan ish kelmaydigan, loyiha berib turaveraman, shogird bo'lib tushaveraman deydigan bo'lsa ham, mayli kelishaveramiz, narx-navosini. Shogird bo'lib tushsa ham endi bekorga ishlamaydi, pul beriladi ularga ham. Ularga hozir obyektlar ko'rsatib chiqaman. Birinchi etaj bu. Xo'p. Bitta ozgina ishimiz qolgan. Bir sloy rodni urib ketishimiz kerak. Bizdan oldingi ustakalarimiz jicha qilib qo'yishgan ekan. Mana devorlar to'kilib tushyapti. Mana devorlar to'kilib ketyapti. Buzib, rodbinini suvab, setga tashlab rodbin qo'yib yuborishimiz kerak betlarni. Xo'p, ikkinchi etajga chiqamiz. Xo'p. Ikkinchi etajimiz chiqorishi. Betlardan shpakilovka bilan chiqarib tayyor qilib qo'ydik. Faqat rang beradi. Shukurkamiz qolgan. Rang beramiz. Betlarga chiroyli qilib. Hamma tegalarimiz rushnoy qo'lda quyilib yopishtirilgan. Hech yerdan sotib olinmagan. Tepadagi tegalar ham hammasi rushnoy quyilgan. Shetda quyib yopishtirildi. Xo'p, bu xonalarimiz hammasi shpakilovkadan chiqib tayyor, shukurkasini qilib turib, tepani abo'y qilamiz. Devorlar rang bo'ladi. Abo'y qilib tepani ham rang sepamiz unga ham. Bu tarafda ham xuddi shunaqa. Bu yerda ham
tepasiga aboy bosilib, taylar rang bo'ladi. Tayi laminat bo'ladi. Tupli pollari bor, hamma yo'q joyida. Xullas, kosmetik ish qoldi. Sherik bo'laman yoki shogird bo'laman, o'rganaman deydiganlar bo'lsa ham telefon nomerini qoldiraman, telefon qilsalaring bo'ladi. Hozir obyektimizda asosiy ishlarimiz tugatib oldik, chorni ishlardi. Faqat kosmetik ishimiz qoldi. Xo'p, bu birinchi etaj, ikkinchi etaj bo'lsa, undan keyin gostinniy zal bor, katta zal. Mana bu zalimizdan shpakilik ish qo'ygan, ozgina. Xo'p, mana usta sherigim. Ertalabdan kechgacha telefonda gaplashib o'tiradi. Mana betlari ham tayyor pashti. Faqat kosmetik ish qolgan. Mana matlarga dekorativniy rom oynalar bosiladi. Narixona ham xuddi shunaqa. Chiroyli. Patologimiz aboyi 20 mingdan, kraskani 25 mingdan gaplashganmiz. Pulni hamma joyga kraskani kvadratini 25 mingdan 1200 kvadrat bor. Aboyimiz bor. Aboy 500 kvadrat aboy chiqsa kerak. Meni qo'limdan ish keladi. Ishga javob bergan ustalar. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Xo'p, narxlarni aytdim. Xo'p. Aytdi, ozgina chala joylari qolib ketibdi. Uni ham bitta 2 kunlik ishimiz qoldi. Tashqarini ko'rsatdim. Ob'yomlari mana summalarda aytdim. Kim qo'lidan kelsa, aloqaga chiqsa, kelishsak emas, qo'limdan keladi, ish qilaman deydigan bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Gaplashamiz, qilgan ishlarini tashab bersa, mana shu ishni men qilganman, ishimga javob deydigan bo'lsa, bemalol kelib ishlashi mumkin, ishi yo'qsa. Atak bu yerda ana xuni odamni joyi emas, mana ish qilishga yana qo'yib qolgan akalarimiz tegalar qilishyapti o'ng tepada. Ularga ham malades so'rish qilishar ekan, chotki ish qilib qo'yishar ekan, fasadni pravilarini shunday qo'ysangiz, bashim sunmayapti meni. YouTube'ga chiqaryapman. Ishlari narmanni. Kerak bo'lsa ustakalar nomerini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Lekin ishlarni ko'ryapsizlar, mana tegalar o'zlari rushni qilishyapti. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaringlar.